Har kuni yangiliklarda tilga olinayotgan davlatlardan biri Eron. Ba'zilar uni qurolli guruhlarga yordam berayotgan davlat sifatida ko'radi. Boshqalar esa uni yashirin urushning asosiy ishtirokchisi deb atamoqda. Ammo bir savol ochiq qolyapti. Eron o'zi aslida qanday davlat? Kimlar uni boshqaryapti va qanday tarix bu davlatni bugungi pozitsiyaga olib keldi? Eron bu shunchaki neftga boy diniy davlat emas. U o'tgan asrning eng dramatik siyosiy burilishlaridan birini boshdan kechirgan davlat. 20-asr boshida g'arbcha yo'l tutgan Pahlaviylar sulolasi modernizatsiya, kuchli armiya, yangi infratuzilma, biroq xalqdan uzoqlashgan siyosat bilan tanilgan edi. Shu yo'l esa uni 1979-yilda dunyo tarixidagi eng shiddatli inqiloblardan biriga olib keldi. Islomiy inqilobdan keyin esa sahnaga Shia mafkurasi asosidagi siyosiy tizim chiqdi. Bugungi kunda bu mafkura Yaqin Sharqdagi bir qator harakatlarga g'oya. Eron esa ularga moliyaviy va harbiy tayanch sifatida ko'rilmoqda. Ammo bu video bugungi urush haqida emas. Bugungi son, shu urushda qatnashayotgan Eron qanday vujudga kelgani, qanday yo'llarni bosib o'tgani, nimani orqada qoldirgani va qayerga qarab ketayotgani haqida bo'ladi. Tarixga nazar tashlamasdan bugunni tushunish qiyin. Bu xuddi shunday kanali va biz boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday. 1920-yillarga kelib Eron siyosiy beqarorlik, iqtisodiy zaiflik va tashqi davlatlar ta'siri ostida edi. Qojar sulolasi o'z kuchini yo'qotgan, markaziy hokimiyat esa zaiflashgan edi. Shu fon ortida 1921-yilda harbiy ofitser Rizaxon Tehronda to'ntarish yo'li bilan siyosiy maydonga chiqdi. U bir necha yil ichida davlat armiyasini qayta tiklab, byurokratik islohotlar o'tkazdi. 1925-yilda Eron parlamenti tomonidan Qojar sulolasi tugatilib, Riza Shoh Pahlaviy sifatida Eron shohi deb e'lon qilindi. Shu bilan Eron tarixida yangi Pahlaviylar sulolasi boshlangan edi. Pahlaviy nomi qadimgi Fors tarixidagi pahlavon tushunchasidan olingan bo'lib, milliy g'ururga urg'u berardi. Shoh Riza o'z faoliyatining boshidayoq davlatni modernizatsiya qilishga qat'iy bel bog'ladi. Bu modernizatsiya ko'plab jabhalarni qamrab oldi. Birinchi o'rinda milliy armiya barpo etildi. Shoh sobiq Qojar davridagi yarim mustaqil qabila kuchlarini markazlashtirilgan armiya orqali cheklab qo'ydi. Harbiy xizmat majburiy bo'lib, bu markaziy hukumat nazoratini kuchaytirdi. 1930-yillarda Tehronni Xuroson, Gilon, Isfahon va Fors ko'rfazi portlari bilan bog'lovchi minglab kilometrli temir yo'llar qurildi. Riza Shoh davrida to'qimachilik, qog'oz, sement, qand shakar va metallurgiya sanoati shakllana boshladi. Eron sanoatining ilk milliy korxonalari aynan shu davrda paydo bo'lgan. Ta'lim tizimida diniy madrasalar rolini cheklagan holda zamonaviy maktablar tashkil etildi. 1934-yilda Tehron universiteti ochildi. Bu Eron tarixidagi ilk zamonaviy oliy ta'lim muassasasi edi. Sud va huquq tizimida shariat asosidagi sudlar o'rniga Yevropa huquqiy tizimidan ilhomlangan milliy sudlar joriy etildi. Shoh Riza modernizatsiyani nafaqat iqtisodiy, balki kuchli ijtimoiy-madaniy islohotlar orqali ham amalga oshirdi. 1936-yilda chiqarilgan farmonga ko'ra, ayollar uchun hijob jamoat joylarida ruxsat etilmaydigan holga keltirildi. Bu islohot ayrim shaharlik ziyolilar tomonidan ilg'or qadam sifatida qaralgan bo'lsa, qishloq va dindor aholida kuchli norozilik uyg'otdi. Ular buni e'tiqod erkinligiga tajovuz deb hisobladilar. Erkaklar uchun esa Yevropa uslubidagi shim va ko'ylak majburiy qilindi. Rasmiy idoralarda milliy bosh kiyimlar taqiqlanib, g'arbona liboslar talabi joriy qilindi. Familiyalar haqida qonunga ko'ra esa fuqarolarga nasab nomini olish majburiy qilinib, qadimgi Eron tarixiga urg'u beruvchi familiyalar rag'batlantirildi. Masalan, Aryampur, Farahmand, Pahlavon kabi. Shoh Riza tashqi siyosatda betaraflikka intilgan. U Yevropa davlatlari, xususan Germaniya, Fransiya va Italiya bilan iqtisodiy va texnik hamkorlikni kuchaytirdi.
1930-yillarga kelib Germaniya Eronning eng yirik savdo hamkoriga aylangan edi. Shohruza Pahlaviy bu orqali Britaniya va Sovet ittifoqining Erondagi ta'sirini kamaytirishga urindi. Ammo bu siyosat Ikkinchi jahon urushi fonida xavfli tus oldi. Britaniya va Sovet ittifoqi Germaniya bilan iqtisodiy yaqinlashuvni tahdid sifatida ko'rib, 1941-yil avgust oyida Eronga qo'shin kiritdi. Shu bahonada ular mamlakatda strategik ahamiyatga ega neft konlari va temir yo'l infratuzilmasini egallashga muvaffaq bo'ldi. Shoh bosim ostida taxtdan voz kechishga majbur bo'ldi. U Janubiy Afrikaga surgun qilindi va 1944-yilda u yerda vafot etdi. Taxtni esa uning o'g'li Muhammad Rizo Shoh Pahlaviy egalladi. Yosh va siyosiy tajribasiz bo'lgan bu yangi shoh otasidan farqli o'laroq kuchli armiya va markazlashtirilgan tuzilmani meros qilib olmadi. Mamlakat Ikkinchi jahon urushi girdobida Britaniya va Sovet ittifoqining real nazorati ostida edi. Shoh hokimiyatining ilk yillari asosan amaliyotda kuchsiz, ko'proq ramziy bo'ldi. Ammo 1951-yilda siyosiy hayotga kirib kelgan Muhammad Musaddiq boshchiligidagi millatchi kuchlar Eron neft sanoatini milliylashtirish tashabbusi bilan chiqdi. Bu tashabbusni shohdan ko'ra xalq ko'proq qo'llab-quvvatladi. Neft sanoatini xalq mulkiga aylantirish Britaniya manfaatlariga qarshi edi, chunki u yillarda Eron nefti ustidan amalda Britaniya kompaniyalari to'liq hukmron bo'lgan. Siyosiy qarama-qarshilik kuchaydi va 1953-yilda Musaddiq hukumatiga qarshi davlat to'ntarishi yuz berdi. Bu to'ntarishda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi va Britaniya maxfiy xizmatining aralashgani hozirda keng tan olingan fakt hisoblanadi. Musaddiq ag'darilgach, Muhammad Rizo Shoh hokimiyatni mustahkamladi. U endi real siyosiy kuch sifatida mamlakatni boshqarishni boshladi. U o'zining siyosatini zamonaviylashuv, barqarorlik va milliy kuchayish atrofida qurdi. U mamlakatni g'arb, ayniqsa AQSh bilan yaqinlashtirdi. Harbiy sohada AQSh qurollari va maslahatchilari asosida armiya modernizatsiya qilindi. 1963-yilda Eron shohi Muhammad Rizo Pahlaviy mamlakatda keng ko'lamli islohotlar dasturini e'lon qildi. Bu islohotlar Oq inqilob nomi bilan tanilgan bo'lib, shoh bu yo'l orqali mamlakatni zamonaviylashtirish va ijtimoiy siyosiy tizimni yangilashni maqsad qilgan edi. Islohotlar to'g'ridan-to'g'ri referendum orqali tasdiqlangan. Rasman aholining katta qismi bu o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlagani e'lon qilingan. Ammo bu jarayonning ochiqligi va ishtirokchiligi turlicha baholanadi. Dasturda yer egaligi tizimini o'zgartirish markaziy o'rin tutdi. Yirik yer egalari tasarrufidagi yerlar musodara qilinib, minglab dehqonlar oilalariga taqsimlandi. Bu islohot Eron tarixidagi eng katta agrar o'zgarishlardan biri sifatida baholanadi. Ammo amaliyotda dehqonlar uchun zarur texnika, moliyaviy ko'mak va infratuzilma yetarli darajada yaratilmagan. Shuning uchun ba'zi yer egalari o'z ulushlarini foydali tarzda ishlata olmagan va oxir-oqibat shaharlarga ko'chishga majbur bo'lgan. Shuningdek, ayollar uchun saylov huquqi joriy qilindi. Davlat idoralarida ishlash imkoniyatlari kengaytirildi. Bu o'zgarishlar jamiyatda katta yangilik bo'ldi. Ayrim qatlamlar bu islohotlarni ijobiy qadam sifatida qabul qilgan bo'lsa, boshqa guruhlar, xususan diniy doiralar bu o'zgarishlarga tanqidiy yondashdi. Ularning fikricha bu islohotlar an'anaviy va diniy qadriyatlarga zid bo'lgan. Oq inqilob doirasida ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlari ham kengaytirildi. Ma'orif korpusi va sog'liqni saqlash korpusi kabi loyihalar orqali yosh mutaxassislar qishloqlarga yuborilib, aholining ehtiyojlarini qoplashga harakat qilindi. Davlat yirik infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritdi. Maktablar, kasalxonalar, yo'llar, sanoat korxonalari barpo etildi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga zamin yaratdi. Biroq ushbu islohotlarning tezkorligi, ular bilan bog'liq muammolar va siyosiy qarama-qarshiliklar asta-sekin noroziliklarni kuchaytirdi. Jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, siyosiy ishtirok etish imkoniyatlarining cheklanishi va davlatning mafkuraviy siyosati murosasizlik muhitini kuchaytirdi. Bularning barchasi kelgusida yuz beradigan siyosiy inqirozlarning ildizlaridan biri sifatida qaraladi. Ko'plab shaharliklar bu islohotlarni zamonaviylik
erkinlik sari qadam deb baholadi. Ammo diniy elita, ruhoniylar va an'anaviy qatlamlar uchun bu islohotlar madaniy va diniy qadriyatlarga tahdid sifatida ko'rindi. Ayniqsa ayollarga tanlangan erkinlik, davlatning diniy ta'limni cheklashi, erkaklar va ayollarni o'zaro aralash ta'limga majburlashi ko'plab odamlar orasida norozilik uyg'otdi. Bu vaziyatda siyosiy harakatga Oyatulloh Xomayniy kirib keladi. Xomayniy 1963-yil iyun oyida bu islohotlarga qarshi chiqib, Tehron va Qumdagi minbarlarda shoh siyosatini ochiq tanqid qildi. U shohni g'arb manfaatlarini himoya qilayotgan odam deb atadi va xalqni bu rejimga qarshi turishga chaqirdi. Natijada u hibsga olinib, qisqa muddat qamoqda saqlandi. Xomayniy 1964-yil noyabr oyida yana bir bor hukumatni tanqid qildi. Bu safar u AQSh harbiylari va texnik xodimlariga Eron qonunlari tatbiq etilmasligi haqida chiqarilgan qarorni tanqid ostiga oldi. Bu qaror eksterritorial imtiyozlar deb atalardi. U bu holatni Eron suvereniteti va diniy qadriyatlariga xiyonat deb baholadi. Bu nutqidan so'ng hukumat uni yashirin ravishda Turkiyaga surgun qildi. Keyinchalik u Iroqdagi Najaf shahriga ko'chdi va u yerda 14 yil yashab, diniy saboq berishda davom etdi. 1978-yil oxirida esa u Iroq hukumati tomonidan Eron bosimi ostida Najafdan chiqarilib, Fransiyadagi Parij shahri yaqinidagi qishloqqa ko'chdi. Muhammad Rizo Shoh hokimiyatni mustahkamlash jarayonida xavfsizlik va nazorat tizimini kuchaytirdi. Shu maqsadda 1957-yilda Savak nomli maxfiy xizmat tashkil etildi. Bu tashkilotning asosiy vazifasi xorijiy josuslik va ichki xavfsizlikni ta'minlash bo'lgan. Ammo vaqt o'tishi bilan Savak siyosiy nazorat, senzura va muxolifatga qarshi kurash vositasiga aylana boshladi. Savak mamlakatdagi muxolif shaxslar va guruhlarni kuzatdi. Ularning faoliyatini cheklashga harakat qildi. Ayniqsa talabalar, jurnalistlar, yozuvchilar, diniy ulamolar va ziyolilar ustidan qat'iy nazorat o'rnatildi. Ayrim hollarda hibsga olish, so'roq qilish, hatto qiynoqqa solish holatlari ham qayd etilgan. Bu tashkilot matbuotni ham nazorat qilgan. Siyosiy va ijtimoiy mavzularda erkin fikr bildirish imkoniyatini cheklagan. 1975-yilda shoh butun mamlakat bo'ylab yagona siyosiy partiya, Rastaxiz partiyasini joriy qildi. Bu o'zbek tilida tiklanish degan ma'noni anglatadi. Barcha fuqarolardan ushbu partiyaga a'zolik talab qilindi. Siyosiy raqobat yo'qoldi, mustaqil partiyalar, birlashmalar va norasmiy siyosiy harakatlarga ruxsat berilmadi. Bu holat ko'plab odamlar tomonidan siyosiy erkinlikning yo'qolishi deb qabul qilindi. Davlat tomonidan yaratilgan nazorat tizimi tashqi tomondan tartib va barqarorlikni ta'minlagandek tuyulgan bo'lsa-da, ichkarida bosim ostidagi jamiyat, norozilik ruhiyati va sukunat ostidagi ijtimoiy keskinlik tobora kuchayib bordi. Ayniqsa Savakning keng vakolatlari va u bilan bog'liq qo'rquv muhitini jamiyatning ko'p qatlamlari his etgan. Shunday qilib, bu davrda siyosiy hayot keskin markazlashtirildi. Fuqarolar faqat rasmiy yo'nalishda harakatlanishga majbur bo'lishdi. Bunday tizim esa oxir-oqibatda jamiyatdagi ijtimoiy noroziliklarning to'planishiga sabab bo'ldi. 1970-yillarda dunyoda neft narxi keskin ko'tarilib ketdi. 1973-1974-yillarda narxlar 4 barobarga oshdi. Bu Eron iqtisodiga katta daromad olib keldi. Masalan, 1972-73-yillarda Eron neftdan 2,8 milliard dollar foyda ko'rgan bo'lsa, 1974-75-yillarga kelib bu raqam 17,8 milliard dollarga yetgan. Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy bu daromaddan foydalanib, Eronni yaqin sharqdagi eng kuchli davlatga aylantirmoqchi bo'ldi. U Yevropa va AQShdan katta miqdorda harbiy texnika va atom texnologiyalarini sotib oldi. Bu tarixiy davrni bir tomonlama baholash qiyin. Muhammad Rizo Shoh modernizatsiyani tezlashtirdi. Zamonaviy davlat institutlari, infratuzilma va milliy iqtisodiyotning ba'zi tarmoqlarini barpo etdi. Ammo bu jarayon xalq bilan muloqot va ijtimoiy muvozanat yetishmasligi fonida kechdi. Ko'plab yutuqlar bilan birga xalqdan uzoqlashgan hukumat modeli oxir-oqibat siyosiy portlashga olib keldi. Bu barcha davlatlar tarixidan hammaga tanish holat, albatta. Shohni tanqid qilish imkoni bo'lmagani, siyosiy faollik uchun faqat jazo va hibs kutgani, qashshoqlik va boylar o'rtasidagi tafovut kuchaygani fonida xalq orasida noroziliklar asta-sekin kuchayib bordi.
1978-yilning boshidan boshlab Tehron va boshqa shaharlarda katta norozilik namoyishlari boshlandi. Dastlabki chiqishlar islomiy ulamo Ruhulloh Xomayniyga qarshi e'lon qilingan maqola ortidan yuzaga keldi. Bu maqola dindor qatlamlar va talabalar orasida norozilikni kuchaytirdi. Tez orada turli ijtimoiy qatlamlar, talabalar, ishchilar, o'qituvchilar, hatto savdogarlar ham bu harakatga qo'shila boshladilar. Namoyishlar oylab davom etdi. Shaharlarda doimiy norozilik to'lqinlari yuzaga keldi. Har 40 kunda halok bo'lganlar xotirasiga uyushtirilgan yig'inlar yangi namoyishlarga sabab bo'lar edi. 1978-yil sentyabr oyida Tehronning Jaleh maydonida minglab odamlar tinch namoyishga chiqdi. Namoyishchilarning aksariyati siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar talab qilayotgan fuqarolar, talabalar va diniy qarashga ega kishilar bo'lgan. Bu paytda shaharda harbiy holat joriy etilgani e'lon qilingan, lekin ko'pchilik bu haqida xabardor emasdi. Namoyishchilar to'plangach, xavfsizlik kuchlari ularni tarqatishga harakat qildi. Rasmiy manbalarga ko'ra, ogohlantirishlardan so'ng harbiylar otishma boshlashadi. Rasmiy raqamlarda taxminan 64 kishining halok bo'lgani, 200 dan ortiq odamning yaralangani aytiladi. Ba'zi norasmiy manbalarda bu sonlar 100 nafardan ko'proq, hatto bir necha yuz deb ko'rsatilgan. Bu voqea keyinchalik Qora juma nomi bilan tanildi. Chunki bu kun ko'plab insonlarning hayoti bilan yakunlangan va hukumatga nisbatan ishonchni chuqur darajada zaiflashtirgan voqea sifatida tarixda muhrlangan. Ushbu hodisadan keyin noroziliklar keskin kuchaydi, namoyishlar boshqa shaharlarga ham tarqaldi. Xalq orasida hukumatga nisbatan ishonchsizlik kuchayib, bu holat inqilobiy kayfiyatni yanada qo'zg'atdi. Endi norozilik namoyishlari faqat Tehronda emas, balki Isfaxon, Mashhad, Tabriz va boshqa yirik shaharlarga ham yoyildi. 1978-yilning oktyabr-noyabr oylariga kelib, yirik zavodlar, neft sanoati, kasalxonalar va matbuotda ishlovchilar ish tashlashni boshlashdi. Bu ish tashlashlar iqtisodiyotni deyarli to'xtatib qo'ydi. Eronning asosiy daromad manbasi bo'lgan neft eksporti kamaydi. Bu orada 15 yildan beri surgunda yashayotgan Oyatulloh Xomayniy Parijdan xalqqa muntazam murojaatlar qildi. Uning audio tasmalari, risolalar va bayonotlari Eron bo'ylab yashirincha tarqatildi. Xomayniy oddiy xalq, talaba, dehqon, savdogar va ruhoniylarning birlashishiga turtki bo'ldi. Muhammad Rizo Shoh avvaliga vaziyatni yumshatish uchun ayrim siyosiy mahbuslarni ozod qildi, bosh vazirni almashtirdi. Ammo noroziliklar susaymadi. 1978-yil dekabrida Ashura kuni millionlab odamlar Tehron ko'chalarida yurish o'tkazdi. Bu Shoh hokimiyatiga qarshi eng katta namoyishlardan biri bo'ldi. 1979-yil 16-yanvar kuni Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy davolanish bahonasida mamlakatni tark etadi. Bu bilan uning hokimiyati amalda tugadi. Bir necha hafta ichida Eronning harbiy va siyosiy tuzilmalari inqilobchilar nazoratiga o'tib ketdi. 1979-yil 1-fevralda Ruhulloh Xomayniy Eronga qaytadi. U Parijdan qaytganida uni millionlab odamlar kutib oldi. Oradan bir oy o'tmay, inqilobchilar Tehrondagi hukumat binolarini egalladi. Shoh tuzumi ag'darildi. Xomayniy siyosiy voizlar, talabalar va yetakchilari bilan muzokara olib bordi. 4-fevralda u o'zining vaqtinchalik vazirlar kengashi interim hukumatni tuzdi va Mehdi Bazarganni hukumat boshlig'i, ya'ni bosh vazir etib tayinladi. Xomayniy tarafdorlik qilgan inqilobchi kuchlar va sobiq armiyaning neytral ekanligi e'lon qilinishi natijasida 11-fevral kuni hukumat binolari va radio televideniya markazlari inqilobchilar nazoratiga o'tdi. Pahlaviylar sulolasi rasmiy ravishda ag'darilib, Eronda islomiy inqilob g'alaba qiladi. Oradan bir oy o'tib, 30-31 mart kunlari Eron bo'ylab referendum o'tkazildi. Savol oddiy edi. Siz Islomiy respublikani xohlaysizmi? Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aholining 98-99% qismi ha deb javob bergan. Saylovchilarning qariyb 90% ishtirok etgani e'lon qilingan. 1979-yilning 1-aprel kuni Eron rasmiy ravishda Islomiy respublikasi deb e'lon qilindi va bu kun Islomiy respublika kuni sifatida yod etiladi.
Referendumdan so'ng Eron endi shohlik davlati emas, balki diniy yetakchilik asosidagi tuzumga aylandi. Hokimiyatni Xomayniy boshchiligidagi ulamolar nazorat qila boshladi. Vaqtinchalik hukumat Mehdi Bazargani yetakchiligidagi liberallar inqilobchilar bilan kelisha olmay ko'p jihatdan cheklangan vakolatga ega edi. Dekabr oyida Eron konstitutsiyasi bo'yicha yana referendum o'tkazildi. Unda yangi tuzumda oliy diniy rahbarning oliy nazorati ostida siyosiy boshqaruv tizimi qonuniylashtirildi. Oyatulloh Xomayniy oliy rahbar sifatida konstitutsiyaviy lavozimga ko'tarildi. Oddiy qilib aytganda, bu oliy rahbarning buyrug'i barcha qonunlardan ustun degani edi. Yangi tuzum sobiq Pahlaviy davriga mansub amaldorlar, harbiylar va politsiyachilarga qarshi sudlar tashkil etildi. Bu sudlar qisqa vaqt ichida ko'plab shaxslarni xalq dushmani deb topdi va qatl qildi yoki uzoq muddatli jazolarga hukm etdi. Ko'plab sobiq elita vakillari mamlakatni tark etishdi. 1979-yil 4-noyabr kuni Tehrondagi AQSh elchixonasida favqulodda voqea yuz berdi. O'zini imomning yo'lini davom ettiruvchi talabalar deb atagan radikal guruh elchixonaga bostirib kirdi va undagi xodimlarni garovga oldi. Bu guruh elchixonani bosib olishda sobiq Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy AQShda davolanayotganini sabab qilib ko'rsatdi. Ular shohni Eron xalqiga topshirishni talab qildi. Biroq aslida bu voqea Eron inqilobidan keyingi siyosiy tartibsizlik, ishonchsizlik va milliy g'azabning ifodasi edi. Bosib olish boshlangan ilk kunlarda 66 kishi garovga olindi. Keyinchalik ba'zilari ozod qilinib, 52 nafar amerikalik diplomat va xodim 444 kun davomida garovda qoldi. Ular Tehrondagi elchixona hududida saqlangan, tashqi aloqalardan uzilgan va xalqaro qonunlarga zid tarzda qattiq nazorat ostida ushlab turilgan. Garovga olish holati butun dunyo bo'ylab katta aks sado berdi va Eronning xalqaro imijiga jiddiy zarar yetkazdi. AQSh prezidenti Jimmy Carter bu hodisaga keskin javob qaytardi. 14-noyabr kuni Eron hukumatining AQSh banklaridagi barcha aktivlari taxminan 8-12 milliard dollarni muzlatib qo'ydi. AQSh Eron neftini sotib olishni to'xtatdi, diplomatik aloqalar uzildi va sanksiyalar boshlangan bosqichga kirdi. Shu bilan birga AQShda harbiy kuch ishlatish ehtimoli ham muhokama qilindi, ammo diplomatik yechim ustuvor bo'ldi. Voqea 1981-yil 20-yanvarda o'z nihoyasiga yetdi. Ronald Reagan AQSh prezidenti sifatida lavozimga kirishgan kuni elchixona garovdagilari ozod qilindi. Bunga erishish uchun AQSh va Eron o'rtasida Aljir orqali muzokaralar olib borildi va Aljir kelishuvi imzolandi. Kelishuvga ko'ra Eron garovdagilarni ozod qildi, AQSh esa ba'zi aktivlarni muzlatishdan chiqarib, Eronning moliyaviy da'volarini hal qilish uchun xalqaro organ tashkil etdi. Ushbu voqea Eron va AQSh o'rtasidagi munosabatlarda keskin burilish yasadi. Diplomatik aloqalar uzildi va bugungi kunga qadar to'liq tiklanmadi. Bu bosib olish nafaqat xalqaro siyosiy izolyatsiyani kuchaytirdi, balki Eron ichida ham radikallashuvni tezlashtirdi va hukumatni yanada yopiq hamda konservativ tusga kiritdi. Aljir kelishuvi imzolanganidan so'ng Ruhulloh Xomayniy yetakchiligidagi islomiy rahbariyat mamlakatda siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy tizimni butkul o'zgartirishga kirishdi. Teokratik, ya'ni dinga asoslangan boshqaruv chuqurlashdi, konstitutsiyaviy islohotlar orqali viloyat-e faqh, ya'ni faqh hukmronligi konsepsiyasi huquqiy kuchga ega bo'ldi. Bu esa oliy rahnamoga qonundan yuqori vakolat berdi. 1980-yilda Eronda madaniy inqilob boshlandi. Bu inqilob Eron oliy ta'lim tizimini islomiy g'oyalarga moslashtirish uchun qilingan. Hukumatdagilar ta'lim muassasalarini g'arbcha va dinga zid deb hisoblashdi. 1980-1983-yillar oralig'ida deyarli barcha universitetlar vaqtincha yopildi. Maqsad o'qituvchilarni va darsliklarni islomiy mafkuraga moslab qayta ko'rib chiqish edi. O'qituvchilarning e'tiqodi, siyosiy qarashlari, islomga munosabati tekshirildi. Ayrim professorlar ishdan bo'shatildi yoki mamlakatni tark etdi. Ba'zi talabalar ham universitetdan chetlashtirildi. Tarix, ijtimoiy fanlar, siyosatshunoslik kabi fanlarda g'arb nazariyalari o'rniga islomiy qarashlar kiritildi. Diniy yetakchilarning qarashlari asosida yangi o'quv dasturlar tayyorlandi. Madaniy inqilob Eronda ta'lim tizimini butunlay o'zgartirdi. Bu inqilob tarafdorlari bu jarayonni g'arb madaniyatidan tozalanish deb atashgan.
Tanqidchilar esa bu jarayonni erkin fikr va ilmiy taraqqiyotga to'sqinlik qiluvchi siyosiy harakat deb baholaydi. Erondagi bundan keyingi holatni ifodalash esa yanada mavzu ko'lamini kengaytiradi. Bu sonda biz siz bilan Eronning inqilobgacha va undan keyingi natijalarini tahlil qildik. Bu keng ko'lamli va chuqur mavzu. Shuning uchun bu o'zgarishlarning davomiga keyingi sonlarimizda to'xtalishimiz mumkin. Bu xuddi shunday kanali edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa navam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.